Nega chaqirdingiz? Diyor mana senga. Ertalabdan uxlayotgandim. Uxlayveradimi odam? Men buni sotish kerak mana. Xudo xolisa 13 Pro Max 76 yonkasi ideal holatda necha pulga sotib bera olasan? 450. 450? Bo'ladi. Baraka mana. 450 ga sotasan, xudo xolisa. Qarang, men bundan qimmatroq sotsam foydasi menga qoladi. Bo'ldi. Hop. Men buni necha pulga sota olasan? 1400. 1470 sot. 50. Bo'ldi, baraka mana. 1450. Yengil lekin bu, aytib qo'y. Bo'ldi. 100 sotaman ya'ni. 16 Pro Max nega? Olmayaptimi odamlar? Mashkanasi soting. 1400 deding, 1450, xudo xolisa 450 dollar. 1900 berishim. Buni aniq sota olmaysanmi? Bo'lmaydi bu. Kel, sotib beraqa mashina. Arzonroq ayt, bitta narxchi, qani? Necha yonkisi bu? Xudo xolisa 99 bo'lish kerak, 300 siklda, lekin 300 ga yaqinlashib qolgan. 900. 900 mi? Bitta o'zim sotib bera qolaman buni. Bundan baraka mana. Bo'pti, bo'lag'on, nima qilmoqchisan? Sotdingmi? Kiloni sotding-a, xudo xolisa. Ay, nima bu? Olib qo'yapsan. Pulimi? Ha, nima? Ha, yo'q. 5 dollar bonus kerak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 gap yo'q. Barakasini bersam. Jiganim, xudo xolisa 200 mingta bo'lsam, bilasan-a, obuna bo'lib qo'ysa 100 dollar beraveraman. Telegram, Instagramga obuna bo'lib qo'ysa bo'ldi. To'g'rimi? Xudo xolisa.